Hurmatli vatandoshlar, aziz otaxonlar va onaxonlar, bugun men sizga juda muhim xabarni olib keldim. Xabarni undan ko'pchilik hali bexabar. Xabarni ko'rishingiz bilanoq yoningizdagi barcha yaqinlaringizga yuborishingizni so'rayman. O'zbekistonda rasman pensiya yoshini oshirish taklifi berildi. Hukumatga yaqin analitik markaz, O'zbekiston iqtisodiy islohotlar markazi 2025 yil iyunida rasmiy taklifni kiritdi. Erkaklar uchun 63 ga, ayollar uchun 55 dan 58 ga. 3 yil bu 3 yil ko'proq ishlash, 3 yil ko'proq sabr qilish, 3 yil kechikadigan dam olish. Bilaman siz aytasiz hali qonun emas-ku. To'g'ri, hali qonun emas, ammo muhokama boshlandi. Va bunday mamlakatlarda muhokama boshlangandan keyin qonun odatda qabul qilinadi. Siz tayyor bo'lish yoki tayyorsiz bo'lish orasidagi farq bor, xolos. Bugun men sizga 3 narsani tushuntiraman. Bu taklif nima uchun paydo bo'ldi va uning asl sabablari nima? Kim eng ko'p zarar ko'radi? Xavf zonasidagilar ro'yxati. Va eng asosiysi bugun hozir shu daqiqada nima qilish kerak toki siz himoyalansang. Oxirigacha qoling, chunki oxirgi 5-qadam sizning pensiyangizni 5 yilga yaqinlashtirishi mumkin. Bu mubolag'a emas, bu yuridik haqiqat. Shu sababli siz bu rolikni oxirigacha ko'rishingiz va yoningizdagi yaqinlaringizga jo'natishingiz zarur, chunki bilmagan yo'qotadi, bilgan himoyalanadi. Davom etamiz. Onaxon, sizga 53 yosh, 2 yildan keyin 55 va pensiya. Shuncha kutdingiz, 30 yildan ortiq ishladingiz, maktabda bolalarni o'qitdingiz, kasalxonada bemorlarni parvarish qildingiz, zavodda smenada ishladingiz, dalada jazirama issiqda paxta terdingiz. Qo'llaringizdagi qadoqlarni ko'raman, ko'zlaringizdagi charchoqni o'qiyman. Ammo shuncha og'irlikdan keyin bir narsa bor edi, umid. Yana 2 yil, yana 1 yil va keyin dam olaman. Nabiralarim bilan birga bo'laman. Sog'lig'imga e'tibor beraman, bog'da o'tiraman. O'zimni dam oldiraman. Mehnat daftarchangiz tayyor, vujudlaringiz joyida va birdan bu xabar. Pensiya yoshi oshadi, yana 3 yil, yana 3 yil ishlaysiz. Sog'lig'ingiz chidaydimi? Tizalaringiz, ko'zlaringiz, arterial bosimingiz, yuragingiz 3 yil bu faqat raqam emas. Bu 3 yillik dori darmon xarajati, 3 yillik transportda sarson bo'lish, 3 yillik nabiralaringiz bilan o'tkaza olmagan kunlar, 3 yillik uxlay olmagan tunlar. Otaxon, sizga 59 yosh, 60 va siz pensionersiz deb reja qilgandingiz. Shuncha xizmat qildingiz. Armiyada xizmat, zavodda ter to'kib ishladingiz, dala-dashtda terim vaqtida tongdan kechgacha yelka berdingiz, bolalaringizni boqdingiz, uyingizni tiklaganingiz. Va endi aytyaptilar 63 bo'lsin. Yana 3 yil. Bu odil emas, bilaman. Siz ham bilasiz. Biroq va men bu biroqni umid bilan aytyapman, qonun hali qabul qilinmagan. Va agar biz hozir to'g'ri harakat qilsak, siz himoyalana olasiz. Aynan shuning uchun men bu rolikni yaratdim. Sizni yolg'iz qoldirmaslik uchun. 5 yildan beri men pensionerlarning huquqlarini himoya qilaman. Va men har doim bittani aytaman. Qonunni bilgan odam himoyalanadi, bilmagan yo'qotadi. Izozlarda yozing, sizga necha yosh va pensiyaga chiqishga qancha vaqt qoldi va bu xabar sizni xavotirlantirdimi? Yozing, men o'qiyman va javob beraman. Sizning har bir savolingiz muhim. Men sizni tanimayman, ammo sizning umringizni bilaman. Sizning ota-onalaringiz ham shunda ishlagan. Sizning bolalaringiz baxtli bo'lsin deb siz ishladingiz. Va endi oxirgi qadamda siz yolg'iz emassiz. Men yoningizdaman. Hurmatli vatandoshlar, hozir shu daqiqada bu kanalga obuna bo'ling. Qo'ng'iroq belgisini bosing. Nima uchun? Chunki pensiya qonunchiligi o'zgarishi aniqlasha borayotgan bir paytda birinchi bo'lib xabardor bo'lish, birinchi bo'lib tayyorlanish degani. Men Rustam Nuriddinov pensionerlar huquqini himoya qilishni 15 yildan beri qilaman. Har kuni pensiya jamg'armasi xodimlari bilan, arxivlar bilan, sudlar bilan ishlayman. Odamlarning pensiya huquqlarini tiklayman. Va men sizga ochiq aytaman, ko'pchilik o'z huquqlarini bilmaganligi sababli yillik pensiyadan mahrum bo'ladi yoki kam miqdorda oladi. Bu kanal sizning yuridik himoyangiz. Bu yerda men pensiya qonunlarini oddiy tilda tushuntiraman. Har bir o'zgarishni birinchi kunidan izozlayman. An'anaviy advokatga pul to'lash o'rniga siz bu yerda bepul ko'rsatma olasiz. Pensiya jamg'armasiga qanday ariza yozish kerak aytaman. Arxivdan hujjat olish tartibi aytaman. Pensiya huquqi borligini qanday isbotlash aytaman. Men sizni yolg'iz qoldirmayman. Obuna bo'ling. Bu narx emas, bu investitsiya. Sizning pensiyangizga investitsiya. Hozir obuna bo'ling
va ushbu rolikni oxirigacha ko'ring. Chunki 6-blokda men sizga ayoti muhim 5 qadamni beraman. 5 qadamki hozir boshlansa pensiyangizni himoya qiladi, kechiksa yo'qotiladi. Bilishingiz kerak, O'zbekiston pensiya yoshini oshirish taklifini kiritgan birinchi davlat emas. Bu butun dunyoda ketayotgan jarayon. Ammo ayrim mamlakatlarda bu nisbatan oson kechdi. Boshqalarida katta ijtimoiy portlashga olib keldi. Nima sababdan? 2018-yilda Rossiya pensiya yoshini oshirish reformasini e'lon qildi. Erkaklar uchun 65 ga, ayollar uchun 53 ga. Bu muddat keyinchalik biroz tuzatildi. Ayollar uchun 56 ga chiqarildi. Ammo jarayon og'ir bo'ldi. Ko'chalarda namoyishlar, petitsiyalar, ommaviy noroziliklar, chunki odamlar reja qilishgan va rejalari qonun bilan o'zgardi. Kimdir zavoddan ketayotganida yana 5 yil eshitdi, kimdir pensiya hisobini yopayotganida siz yali yoshsiz degan javob oldi. Germaniyada pensiya yoshi 65 ga sekin asta oshirildi, deyarli 30 yil davomida. Ya'ni odamlar 10-20 yil oldin xabardor qilindi, azlari tayyorlandi, iqtisodiyotni moslashtirishdi. Polshada ham shunga o'xshash jarayon kechdi. Ammo Fransiya 2023-yilda pensiya yoshini 62 dan 63 ga oshirish taklifini kiritdi va butun mamlakat to'xtadi. Ish tashlashlar, ko'chalar, olovlar nima uchun? Chunki odamlar ishongan edi. Ular 56-57 yoshda pensiyaga chiqadi. Umrlarini shunday rejalashtirgan. Endi O'zbekiston shu yo'lda. Ammo biz Fransiya, Germaniya yoki Rossiya emasmiz. Bizning o'ziga xos o'ta murakkab vaziyatimiz bor. Bizda aholining yarmidan ko'pi qishloqda yashaydi. Noformal ish bozori, ya'ni rasmiy ish joyisiz, mehnat shartnomasiz ishlaydiganlar juda katta. Bu odamlar pensiya jamg'armasiga to'liq badal to'lamagan. Arxivlarda ish staji hujjatlari ko'p yo'lda to'liq saqlanmagan, korxonalar yopilgan, hujjatlar yo'qolgan, muhrlar eskirgan. Bundan tashqari, O'zbekistonda o'rtacha umr ko'rish davomiyligi Yevropa mamlakatlariga nisbatan pastroq. Demak, odamlar pensiyada o'tkazadigan yillar va olishi mumkin bo'lgan umumiy pensiya summasi kamayadi. Va bu men sizga aytmoqchi bo'lgan asosiy xavf. Agar pensiya yoshi oshsa, ko'pchilik umrlarining qimmatli yillarini ishda o'tkazishga majbur bo'ladi. Sog'liq yomonlashgan vaqtda, kuch qolmagan vaqtda, o'zi uchun hech narsa qila olmaydigan vaqtda. Bu adolatlimi? Men buni sizga hukm chiqarish uchun so'ramayapman. Men buni siz o'ylab ko'rishingiz uchun aytyapman. Chunki har bir o'zbekistonlik, ayniqsa yoshi 50 dan oshganlar bu o'zgarishlardan xabardor bo'lishi shart. Bexabarlik bu yuridik himoyasizlik. Va yana bir narsa, Sovet davrida pensiyaga chiqish osonroq edi. Hujjatlar aniq, staj to'liq yozilgan, muhr bor, imzo bor. Hozir esa raqamlashtirish davridamiz. Portallar, tizimlar, elektron hujjatlar, ammo odamlar o'rganmagan. Yoshi kattalar uchun bu ayniqsa qiyin va xuddi shunda men yordam beraman. Endi aniq faktlarga o'tamiz. O'zbekiston iqtisodiy islohotlar markazi bu hukumatga yaqin rasmiy statusga ega analitik tuzilma. Ular 2025-yil iyunida rasmiy hujjat tayyorladi. Unda pensiya yoshini pog'ona oshirish taklifi bor. Erkaklar uchun 60 dan 63 ga, ayollar uchun 55 dan 58 ga. Pog'ona. Deganda nima nazarda tutiladi? Bu birdan oshmaydi. Masalan, birinchi yili 61 gacha, ikkinchi yili 62 gacha, uchinchi yili 63 gacha ayollar uchun nam shunga o'xshash tartibda. Ammo natija o'sha 3 yil ko'proq ishlash. Endi gapiraylik, kim xavf zonasida? Birinchi toifa 5 yildan kam vaqt ichida pensiyaga chiqishi kutilayotgan barcha fuqarolar, ya'ni erkaklar uchun hozir 55 yoshdan 60 yoshgacha bo'lganlar. Ayollar uchun 50 yoshdan 55 yoshgacha bo'lganlar. Bu millionlab odam, millionlab oila, millionlab reja. Ikkinchi toifa 52 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan ayollar. Nega aynan ular? Chunki agar yosh oshishi qonunlashsa, ular 3 yil kechikadi va bu 3 yil ularning sog'lig'i, oilasi, rejalari uchun jiddiy oqibatlar keltirishi mumkin. Uchinchi toifa ish staji to'liq bo'lmaganlar. Bular og'irroq ahvolda. Negaki yosh oshishi ularga ikki tomonlama zarba beradi. Yoshi oshadi, staji kamayadi, pensiya miqdori tushadi. To'rtinchi toifa nogironligi bor yoki og'ir kasb egalari bo'lgan. Imtiyozli ro'yxatda o'zini tasdiqlatmaganlar. Agar hujjatlari tayyor bo'lsa, ular eski yosh bo'yicha chiqishi mumkin. Ammo hujjat tayyorlanmasa, huquq yo'qoladi. Endi yaxshi tomoni haqida ham aytaylik. Kim kamroq ta'sirlanadi? Birinchi, imtiyozli kasblar. Konchilar, metallurgiya ishchilari, ba'zi tibbiyot xodimlari va o'qituvchilarning ayrim toifalari
ular bundan oldin ham yosh chegarasisiz yoki kamroq yoshda pensiyaga chiqa oladilar. Ikkinchi jamg'arma hisobi to'liq bo'lganlar, ya'ni rasmiy ijroda ko'p yil ishlaganlar, ular nisbatan yaxshiroq holatda bo'ladi. Uchinchi, hozirgidan pensiyaga chiqish yoshiga ancha bor. Masalan, hozir 45 yoshni yashayotgan odamlar. Ularga tayyorlanish uchun ko'proq vaqt bor. Endi asosiy savol bu taklif qachon qonunga aylanishi mumkin. Aniq vaqtni hech kim bilmaydi. Ammo iqtisodiy islohotlar markazi buni 2027-2028 yilga mo'ljallab tayyorlagan deyiladi. Ya'ni 2 yildan 3 yilgacha. Shu vaqt ichida xabardor bo'lishingiz va harakat qilishingiz kerak. Kim hozir harakat qilsa yutadi, kim kutib o'tirsa keyin afsuslanadi. Va endi sizni shuncha kuttirgan qism. Bugun hozir nima qilish kerak? Men sizga yurist sifatida 5 aniq qadamni beraman, yozib oling. Birinchi qadam, mygov.uz portaliga kiring. O'zingizning jamg'arma pensiya hisobingizni tekshiring. Bu umuman mushkul emas. Saytga kirib, pensiya xizmatlari bo'limiga o'ting va hisobingizni oching. U yerda ko'rasiz, sizning rasmiy ish stajingiz, jamg'arma hisobingizdagi mablag' va taxminiy pensiya miqdoringiz. Agar raqamlar noto'g'ri ko'rinsa, darrov pensiya jamg'armasi tuman bo'limiga boring va tuzattiring. Masalan, agar stajingiz 20 yil bo'lishi kerak, ammo portalda 13 yil ko'rinsa, bu xato. Va bu xatoni hozir tuzatmasangiz, pensiya miqdoringiz kamayadi. Bu eng birinchi va eng muhim qadam. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni oling. Uni diqqat bilan varaqlab chiqing. Har bir yozuv, ishga qabul qilish sanasi, ishdan bo'shash sanasi, mansab nomi to'g'rimi, muhrlar bormi, imzolar aniqmi? Agar biror yozuv uchib ketgan, tushib qolgan yoki shubhali bo'lsa, bu jiddiy muammo. Arxivdan ma'lumotnoma olish zarur. Qayerga borishni bilmasangiz, davlat arxivi, viloyat arxivi yoki korxonaning o'ziga boring. Agar korxona yopilgan bo'lsa, davlat arxivi orqali arxivdan ma'lumotnoma olish huquqingiz. Bu bepul. Arizani 2 nusxada yozing, ikkinchi nusxasini sizda qolsin. Uchinchi qadam, LexUz saytiga kiring. 637-son qaror deb izlab ko'ring. Bu imtiyozli pensiyaga chiqish huquqi beradigan kasblar ro'yxatini o'z ichiga olgan rasmiy hujjat. Agar sizning kasbingiz shu ro'yxatda bo'lsa, siz imtiyozli shartlarda pensiyaga chiqishingiz mumkin. Yosh oshirilsa ham siz eski yoshda chiqa olishingiz mumkin. Lekin buning uchun hujjat tayyorlangan bo'lishi kerak. O'ziroq tayyorlang, kechiktirmang. Imtiyoz huquqi borligi o'zidan o'zi ishlamaydi, uni rasmiylashtirish kerak. To'rtinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga boring. Borib shunday deng: men qachon pensiyaga chiqishim mumkin va yosh oshishi men uchun tegadimi yoki tegmaydimi deb yozma maslahat so'rang. Yozma maslahat degan so'zni unutmang. Og'zaki aytilgan gap hujjat emas. Ularning javobi sizning huquqiy himoyangizning bir qismiga aylanadi. O'zingiz bilan pasport va mehnat daftarchasini olib boring. Agar xodim yozma maslahat berishni rad etsa, rais nomiga ariza yozing. Bu ham sizning huquqingiz. 5-qadam va bu eng muhimi. Agar siz hozir qonun bo'yicha pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz, ya'ni erkak bo'lsangiz va 59 yoshda yoki undan katta bo'lsangiz, ayol bo'lsangiz va 54 yoshda yoki undan katta bo'lsangiz, hujjatni kechiktirmay topshiring. Nima uchun bu shunchalik muhim? Chunki dunyo amaliyotida, Rossiyada, Germaniyada, boshqa mamlakatlarda yangi pensiya qonuni qabul qilinishidan oldin hujjatini rasmiylashtirgan odamlar eski shartlarda saqlanadi. Ya'ni agar siz hozir hujjat topshirib pensiyaga chiqish jarayonini boshlab qo'ysangiz, yangi qonun sizga tegmasligi mumkin. Bu yuridik himoyaning eng samarali usuli. Hujjatni topshirish uchun sizga kerak pasport, mehnat darchasi va pensiya jamg'armasiga ariza. Arizani 2 nusxada yozing. Nusxasi jamg'armada qoladi. Ikkinchi nusxasini o'zingiz oling, ustiga kirish sanasi va xodim imzosi bilan. Bu sizning isbotingiz. Yodda tuting, pasport, mehnat daftarchasi 2 nusxa ariza. Mana shu 5 qadam. Oddiy, aniq, amaliy, lekin ko'pchilik buni qilmaydi. Chunki keyin qilarmiz deb kutishadi va keyin kech bo'ladi. Aziz otaxonlar va onaxonlar, bu rolik ogohlantirish. Men sizni qo'rqitish uchun emas, himoya qilish uchun bu rolikni yaratdim. Tajribamdan 15 yil minglab odamning ishi, minglab hujjat, sud, arxiv va har safar men bir narsani ko'raman. Qonunni bilgan odam yutadi, bilmagan yo'qotadi. Bilaman, huquq tizimi ba'zan o'zi murakkab, hujjatlar charchatadigan. Pensiya jamg'armasiga borsangiz navbat, arxivga borsangiz navbat, portalda xatolar.
Bu hammasi to'g'ri. Ammo hozir kelgan har bir qadamingiz kelajakdagi yillaringizni himoya qiladi. Siz o'ttiz qilsal haykingiz, gurekingiz to'ladingiz, mamlakatga xizmat qildingiz. Sizning pensiya olish huquqingiz bu muruvvat emas. Bu haqingiz. Va men sizning haqingizni himoya qilaman. Pensiya yoshi oshadimi, oshmaydimi, buni vali birov aniq bilmaydi, ammo tayyor bo'lish yoki tayyorsiz bo'lish sizning qo'lingizda. Tayyor bo'lganlar yutadi, tayyorsizlar keyin afsuslanadi. Men sizni tayyor tomonga o'tishingizni xohlayman. Shu sababli bugun aytgan 5 qadamni yozib oling. Birinchi, My.gov.uzda jamg'arma hisobini tekshirish. Ikkinchi, mehnat daftarchasini tekshirish. Uchinchi, imtiyozli kasblar ro'yxatini tekshirish. To'rtinchi, pensiya jamg'armasidan yozma maslahat olish. Beshinchi, yoshi yaqin bo'lsa hujjatni kechiktirmasdan topshirish. Yoqimli yoki emas, lekin haqiqiy. İzozlarda yozing, sizningcha bu adolatlimi, pensiya yoshi oshishi kerakmi va siz tayyormisiz? 100 ta izoh bo'lsa, men hammasiga javob beraman. Va'da, bu videoni pensiyaga yaqin har bir do'stingizga, yaqiningizga jo'nating. G'ozir. Bir ulashish bir odamning pensiyasini himoya qilishi mumkin, ularni himoyalash sizning qo'lingizda. Men Rustam Nuriddinov, qonuniy pensiya. Huquqingizni bilasiz, himoyalanasiz. Siz shuncha yil ishladingiz, siz aqlisiz, kuchlisiz va siz bu ma'lumotga loyiqsiz. Men bu yerda siz uchun